Şinjangdaki her millet oğul kızları xuddi anarning dansidek zich o'yishayli. Hürmetlik televizor köyçüler yaxşımsılar. Yaxşımısılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 10. günü düşenbe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6. ayının 28. günü. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuvandagicha. 2026 yillik qalbtoshlik lonkisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Chunshoujiang Erkin Tunyaz hal qilg'uch musobaqani ko'rdi hamda chempion va ikkinchi bo'lgan komandaga mukofot taqatdi. Erkin Tunyaz Abdunum rayonlik sifat va bilimlilik huquqiy kuchlik rayoni xizmat rahbarlik korpusi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Stansimiz Koyilon teg'i etikidagi Janguvar O'stan nomli chatma xabar ishladi. Bugun bu chatma xabarning suv qiz, qumboronlik nachar muhitda o'stan chepish irodasiga kelish nomli birinchi qismini ko'rsatamiz. Bu yil kirgandan buyon Jungo Xinjiang Erkin Savdo Sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayoni 71 turlik ijodiy usulni yaratib, tijorat savdo muhitini sijil yaxshiladi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. 3 oyga yaqin kaskin musobaqalashish orqali 2026 yillik qalbtoshlik lonkisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi 8 oyning 9 kuni oxirgi maydon musobaqa bosqichiga kirdi. Shu kuni kechda birlashma musobaqaning oxirlashish murosimi va chempionlikni talashish hal qilg'uch musobaqasi Urumchi Olimpik tantarbiya markazida o'tkazildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining shudisi Chen Xiaojiang, Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyaz faoliyatga qatnashib, musobaqaning muvaffaqiyatli oxirlashganligini tabrikladi hamda chempion va ikkinchi bo'lgan komandaga mukofot tarqatdi. Abdunum rayonlik xalq qurultiy doimiy komitetining mudiri Sumrat Obul, Abdunum rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Abdunum rayonlik partiya komitetining muavin shudisi Bingtuanning Chingwei He Zhongyu faoliyatga qatnashdi. Urumchi Olimpik tantarbiya markazida chiroqlar chaqnab qaynam tashqinliqqa to'ldi. Har millat top mas'ullarining qizg'inligi yuqori bo'lib, hal qilg'uch musobaqaning boshlanishini taqozolik bilan kutdi. Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi bu yil 5-oyda boshlangan. Har millat tanarkatchilaridan tashkillangan 14 komanda jami 56 maydon musobaqalashdi. 400 ming tomoshabin naq maydonda musobaqa ko'rdi. To'rda ko'rganlar 60 milliondan oshdi. 8-oyning 8-kuni Turpan komandasi 0ga qarshi 2 natija bilan Altay komandasini yengib 3-likka erishdi. 8-oyning 9 kuni kechda Qashqar komandasi bilan Eli komandasining hal qilg'uch musobaqasi butkul birlashma musobaqadagi qiziq nuqtaga aylandi. Sarxil adabiyot san'at ko'rigidan keyin hal qilg'uch musobaqa boshlandi. Ikki komandaning mahirlari va reperlar maydonga kirdi. Orqadan hammaylar o'rnidan turib, Junxo Xalq Jumhuriyatining davlat she'rini o'llik etdi. Saat 20:20da reperning pushtak chelishi bilan chempionlikni talashish musobaqasi boshlandi. Ikki taraf mahirlarining ruhi ko'tarangi bo'lib, musobaqaga tezlik kirishdi. Azimatlar chimliq maydonda ushqandek yugurib, o'rin elish, pas berish, mudofaa, vartag'i tepish qatorliq jihatlarda pishqan texnikasi bilan yaxshi moslashib, necha navbat o'zaro hujum qildi. Har qitimliq butun kuch bilan otlanish kishilarning yurak tarini chekdi. Har qitimliq chaqalliq bilan muhosirani bosib o'tish kishilarni hayajonlantirdi. Tomoshabinlarning qizg'in madad sadosi butkul maydonni larzaga keltirib, musobaqa maydoni qaynoq hissiyotga to'ldi. 104 minut keskin musobaqalashish orqali Qashqar komandasi 0ga qarshi 1 natija bilan Eli komandasini yengib, bu navbatlik Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining chempionligini qo'lga keltirdi. Jo'shqin muzika sadosi ichida Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, He Zhongyu 1-chi, 2-chi, 3-chilikka erishgan komanda vakillariga mukofot lonkisi, medal qatorliqlarni tarqatdi hamda mukofotga erishgan komandalar bilan suratga tushdi. Naq maydonda 4 millatlar ittifoqligi taraqqiyoti vakillar komandasiga lavha taxtisi, Munavvar reper, Munavvar terner, Munavvar vartar, Munavvar top kirgizuvchiga sharaf guvohnomasi va mukofot lonkisi tarqatildi. Bu navbatlik musobaqa Xinjiangning tunji navbatlik Abdunum rayon darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi. Xinjiangning ommaviy tantarbiya musobaqasi orqali umumiy xalq badan chiniqtirishni ilgari surish, tantarbiya kuchlik rayoni qurilishiga turtki bo'lishdagi muhim usuli. Shundaqla har millat ommasining aralashishi, almashtirishi, yo'g'ir
qurilishini ilgari surish Junxo millati o'rtaq gavdasi ingni mustahkamlashdagi muhim tadbiri. Musobaqa boshlangandan buyon har millat tanarkatchilar, ternirlar Junxo tantarbiya ruhini avj oldirib, musobaqa jarayonida texnika, tajriba almashtirib birlikda jon tikib elishdi. Xizmatchi xodimlar bir niyatda hamkorlashib, ko'ngil qo'yib kafolatlantirdi. Futbol mas'ullari musobaqani qizg'inlik bilan ko'rdi. Ko'pchilik Xinjiang ommaviy tantarbiya faoliyatining salohiyati va sehriy kuchini o'rtaq namoyon qilib, Xinjiangdagi har millat ommasi ittifoq, inoq bo'lgan, qalbdosh bo'lib jasorat bilan ilgirlaydigan yaxshi kayfiyatni o'rtaq barpo qilib, qalbdoshlik lo'ngqisidan iborat bu bosh temani jonliq izohlab, har millat ommasining birlikda ittifoqlashib kurash qilib, o'rtaq gullanib taraqqiy qilganligini tantarbiya faoliyati orqali jonliq tushuntirdi. Wang Jianshin, Qadin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Qaysar Qiyum, Liu Jianming, bir qism peshqadam yo'ldoshlar, avtonom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, aloqador viloyat, oblast, shaharlarning mas'ullari, munosabatlik jamiyat, qo'llab yordam bergan savdogarlar vakillari qatorliqlar faoliyatga qatnashdi. 86 kunda 56 maydon musobaqa o'tkazildi. Butun Xinjiangdagi 14 sohibxon maydonni qoplagan 2026 yillik qalbdoshlik lo'ngqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi 8-oyning 9-kuni Naqshi usul katta ma'rakasi va bir maydon kaskin musobaqa bilan oxirlashdi. Saat 19:30 atrofida oxirlash murosimi san'at numurlari boshlandi. Butkul o'yinda qalbdosh bo'lib orzuni amalga oshirish, Xinjiangning parlaq kelgusiga intilish bosh temasiga ching bog'lanib, Ipak yo'lidagi do'mboq ritmi, Jungo uslubi qizg'inligi, chimliq maydonda qanotlangan orzu, qadimki va hozirgiga varislik qilish, qalbdosh Tianshan shodlikqa cho'mgan Xinjiangdan iborat 3 bo'lakka bo'linib, Tianshanning janub-shimolidagi har millat ommasining o'zaro hamdamda bo'lish, ko'taranki ruh bilan ilgirlashdek davr qiyofati namoyon qilindi. Numurlarimiz orqali mahirlarning ishonchini texmi oshirdik. Tomoshabinlarga o'xshamagan tuyg'u berdik. Adabiyot san'at numurlari oxirlashib, Qashqar komandasi bilan Eli komandasining hal qilg'uch musobaqasi boshlandi. Keyingi yarim maydon musobaqada Qashqar komandasi bir qitimliq nuqta top fursatiga erishdi. Qashqar komandasining mohiri Olimjon Abdug'ani nuqta top tepganda yolg'on harakat bilan varatorni aldab topni kirgizdi. Musobaqa oxirlashib pushtiga chelinib, Qashqar komandasi 0 ga qarshi bir natija bilan chempionlikka erishdi. Nurg'un qiyinchilikni boshdan o'tkazdik, ittifoqlikni birinchi o'ringa qo'ydik, o'zaro ilhom berib tirishqashqa bugungi g'albini qo'lga keltirdik. Bu yil ikkinchi bo'lib qolgan bo'lsaqmi, lekin bo'shashmaymiz. Qaytgandan keyin yaxshi tayyorlik qilib, kelar yili yana qatnashimiz. Umumiy hal qilg'uch musobaqada joylardan kelgan 32683 top mastonasi Urumchi Olimpik tantarbiya markazining musobaqa maydonida jam bo'lib, futbolchilarga madad berdi. Maydon to'shib ketdi, ko'pchilikning futbol qizg'inligi intayin yuqori bo'ldi. Hammaylar qutboymi Tongtong va Shinshinga o'xshash bir niyatda ittifoqlashib qalbni mujassamladik. Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi chimliq maydonidagi kaskin raqobat bo'lib qolmay, butun Xinjiangning madaniyat sayohatchilik boyligini tutashtirib, musobaqa iqimini xalq turmushining jonlanish iqimiga aylantirdi. Musobaqa mazgilida joylar g'ayriy moddiy madaniyat mirosi bozorini musobaqa maydoni sirtiga ko'chirib kelib, an'anaviy hunar san'at, urf-odat ko'rigi, madaniyat ijodiyat buyumlarini top mastalarining yeniga ilib keldi. Yo'pog'i nahiyasi musobaqa maydoni atrofida o'zgacha yemak-ichmak bozori ochdi. Dehqonlar, kooperativlar a'lo sifatli yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini markaziy ko'rgazma qilib sotdi. Tarbag'atay viloyati 7 nahiya shahrining 20 turli xayriy moddiy madaniyat mirosini ko'rgazma qilib setish rayoni ta'sis qildi. Top mas'ullari o'zgacha madaniyat sayohatchiligining sehriy kuchini his qildi. Cho'chak bo'lkisi ilib keldim. Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi shakllantirgan avotliq sodimizga turtki bo'ldi. Joylar ko'pchilikning musobaqa ko'rish ehtiyojini qondirish uchun ikkinchi naq maydon ta'sis qildi. Har qadimgi musobaqa kunida nurg'un shahar aholisi, sayohatchi G'ulji shahri Oltishuar ko'chasidagi cho'ng ekrandan musobaqani ko'rdi. Turpan shahri bir asosliq musobaqa maydoni qo'shilgan 21 musobaqa ko'rish nuqtasi andisi orqali atrofdagi joylarning yemak-ichmak partiyasi setish istimolining oldingi qitimliq statistikadan 20% eshishiga bevosita turtki bo'ldi. Bahqiz ekan, bevosita ko'rsatishni ko'rgach, urf-odat madaniyati, odamiyat manzarasini his qildik. Musobaqa mazgilida bir turkum maxsus e'tibor berish faoliyatlari umumyuzlik o'tkazildi. Sayohatchilar Xinjiangdagi 5A darajalik 18 manzara rayonida bilet ko'tika orqali e'tibordan bahramand bo'ldi. Bosh temiliq 203 sayohat liniyasi masqadamda ochildi. Musobaqaning foydasi davomli yetkazilmoqda. Urumchi komandasining vartari Abdulla Abduvalining Urumchida quruq yalimish to'kini bor. Abdulla Abduvalining musobaqadagi ifodasi top mastallarda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bu bir qancha kundan buyon uning quruq yalimish to'kiniga kelgan agashkuchilarning oyog'i uzilmadi. Ba'zida bir qism top mastonlari maxsus quruq yalimish olg'ili keladi. Kichik bolalar do'konga kiriblar, mendan qanday qilganda varitada yaxshi turg'ili bo'ladi deb so'rashidi. Meningcha top tepish bilan savdo qilish o'zaro to'qinishmaydi. Birda varitani qo'g'disam, birida yemeklik bexatarligini qo'g'dayman. Har ikkisiga ko'ngil bo'laman.
Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірләшме мұсабиқысы көп xil өнім яратып, кішілерінің умум халық бәдән чынықтырыш фаалиятләргә катнашыш кызгынлыгын козгады. Ават кайфият истимал hayati күчегә түрткі булып, мәдәният саяхат истимал яң hayati күче сижил жанланды. Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірләшме мұсабиқасы біздің ishonchimizni oshirdi. Har bir maydon musobaqa shu joyning madaniyat istimoliga turtki bo'ldi. Shundaqla umumiy xalq badan chiniqtirish kayfiyatini yaratdi. Әмді istansımızның çimliq meydanda qalblar tutaştırılıp futbol birikme küçü mücessemlendi mavzuluk obzorunu anlatımız. Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme musabiqisi her millet amısıga maharati musabiqalışıdığan qabiliyetini namayan qılıdığan supu hazırlap bədi. Köpçülük futbolunu vastı qılıp musabiqa meydanıda cem boldi. Mahirlar meydanda batırlıq bilen bəsləşsə, tamaşbıllar öz ara sırdışıp futbol xuşallıqıdan huzurlandı. Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme musabiqəsinin 9 yuan 9 molluq musabiqi bileti musabiqi görüş şərtini tövelletip, umumi xalq qatnaşıdığan musabiqi ötküzüş ideyası əməldə görüstüldü. Musabiqa, təntarbiyə, mədəniyyət, sayahat, soda birləşkən yuğurma istimal yeni muhitini canlandırıb, mədəniyyət, sayahat iqtisadiga turtki bo'ladigan motorga aylandı. Musabiqa asas qatlamda ötküzülüp, ammaning musabiqani ko'rishiga qulaylik yaratilib, ammaviy tantarbiyaning hayotiy kuchi, Şinjandagi millatlarning qalbdosh bo'lib ittifoqlashish xislati, Şinjandning ijodiy aylantirilgan va ijodiy taraqqiy qildirilgan madaniyat alohidligi namoyon qilindi. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining muavin şujisi, Abdunum rayonning raisi, Abdunum Rayonluq Süpat va Bilim Mülk Huquqi Kuchlik rayoni xizmati rahbarlik guruhisining boshlig'i Erkin Tuniyaz bugun tushtumurun rahbarlik guruhi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda boshlovchi Xi Jinpingning Süpat yemeklik bexatarligi va Bilim Mülk Huquqi xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi astoydil izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Munosabatli hujjatlar muhokama qilinib qarab chiqildi. Merkezning 2025 yillik Süpat yemeklik bexatarligi va bilim mülk huquqini qo'g'dash baholash natijasiga selishtirib, keyingi bosqichli nuqtali xizmatlar hamda baholash, tuzitish xizmati o'rinlashtirildi. Masala yo'nalishi gavdalantirilib, yo'choq astoydil tekshirilib, kamtiklik to'liqlanib, xizmat saviyasini umumyuzlik o'stirish o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ikkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, partiya markaziy komiteti, Go'yonning tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, Abdunum rayonluq partiya komiteti, xalq hukumatining xizmat talabi bo'yicha ikkida kuchlik rayon qurilishi nishoniga chingqadilib, rostchil, amaliyatchil bo'lishda haqiqiy tutib amaliy ishlashda ching turib, markazning baholashida qaytma inkos qilingan masalalarni tuzitishni miqiqish ruhi bilan ching tutib, Abdunum rayonining Süpat yemeklik bexatarligi va bilim mülk huquqi xizmatining sifatini haqiqiy o'stirish unumini oshirish, nishonliq tuzashni ching tutib, kasallik o'chiqi tub manbasini cho'nqur qezib, tizimlik bo'yicha boshqarishda, tizimlikdan o'chirish shaklida tuzitishda ching turib, barliq masalalarni uzil-kesil tuzash, qayta ko'rilmaslikka haqiqiy kapolatlik qilish, birni ko'pga tatbiqlashda ching turib, o'zni tekshirishni umumyuzlik qanot yedirib, o'zgacha yorqin nuqtalarni cho'nqur qezib, afzallikni yana joriy qildirib, ojiz turlarni kuchaytirib, kamtiklikni to'liqlab, xizmat sifatini puxta o'stirish unumini oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Markazning Süpat nazoratchiligini oshqush qilib, ishki talishi shaklidagi raqobat gavdalik bo'lgan soha, jamiyat ko'ngil bo'layotgan va ommaning inkosi kuchli bo'lgan nuqtaliq sohada Süpat nazoratchiligi bo'yicha aralab tekshirish, manbasini surishtirib, tuzash salmoqini zo'raytirish, dehqonchilik chorvachilikning sifatini o'stirish, yasimchilikning sifatini o'zgartirish, mulozimatchilikning sifatini o'stirish unumini oshirish, qurilish sifatini o'stirishdan iborat 4 cho'ng maxsus harakatni cho'nqur yo'lga qo'yib, Süpat ul asliha qurilishini yanada kuchaytirish, o'zgacha yez egilik mahsuloti, yangi energiya, yangi material, chegara alqan raqamlik iqtisod qatorliq sohalarni nuqtaliq cho'rdab, yuqori qimmatlik patent, jo'g'rafiyaviy belga, danglik tovar markasini joylashtirib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishga birlashtirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotini ilgari suradigan bilim mülk huquqi ta'minotini zo'raytirish, bir balbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan bilim mülk huquqi jihatdagi almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Şinjangning afzal mahsuloti va o'zgacha markasini davlat darvozasidan chiqarishga kuch qo'shish, yemeklik bexatarligini butun zanjirlik yip xalqlik nazorat qilish boshqarish tuzash sistemasi barpo qilib, alohida ta'minlanadigan aroq ishlab chiqarish setish qatorliq qonun nizomga xilof qilmishlarga qattiq zarba berish, suv mahsulotlarini butun zanjirlik birma-bir tekshirish tartibga selishni sizil cho'nqurlashtirib, to'g'ri yemak-ichmak tijorati, yezigilik mahsulotlari bozori, maktab oshxonasi qatorliq nuqtaliq sohalarni maxsus tuzashni doimli qanot yedirib, omma nazorat qilish, ommaviy fikr nazoratchiligi yo'lini ravolashtirib, ommaning yemaklik bexatarligini qat'iy qo'g'dash kerak.
Yig'inda munolar ta'kidlandi. Aloqador o'rinlar mas'uliyatni ching'itib, zich hamkorlashib, birikma kuch shakllantirishi, mamlakat bo'yicha sifat iyi, yemeklik bexatarligi tashviqot haftaligi, bilim-mulk huquqi tashviqot haftaligi qatorliq faoliyatlarni yaxshi tashkillab qanot yaydirib, istiroliq tashviq qilib, hamma odam sifatga ahamiyat beradigan, yemeklik bexatarligini qo'g'daydigan, ijodiyatga hurmat qiladigan quyuq kayfiyat yaratishi kerak. Bir o'stangni chepishqa 3 avlod 30 yil sarf qildi. Texnomakan qumliqining janubiy cheti Koyilon teg'ining shimoliy etikidagi Chira nahiyasida Şinjanning Qizil bayroq o'stingi deb ataladigan jangovar o'stang bor. Bu qurilish 1960-yili boshlanib, 1990-yili tamomlangan. Uzunligi 86,3 kilometr. Partiyaning yetakchiligida Chira nahiyasidagi har millat ommasi ittifoqlashib kurash qilib, qum odamni chekindiradigan, bo'ron chiqsa shaharni qum bosadigan mushkul ahvolga xotima berdi. Öz kuchiga tayinib ish ko'rish, nachar sharoitga jang e'lon qilishdek jangovar o'stan ruhini cho'lda cho'nqur yildiz tartqizdi. Stansimiz bugundan boshlab Koyilon teg'i etikidagi jangovar o'stan nomli chatma xabar ko'rsatdi. Bugun buning suv qiz, qumparalliq nachar muhitda o'stan chepish irodasiga kelish nomli birinchi qismini ko'rsatamiz. Bu Chira nahiyasining Nuriy yezisidagi jangovar o'stangning elish beshi, Koyinlon teg'idagi qor suyi mush yerdan boshlab 86,3 kilometr g'o'l o'stang orqali cho'l jaziradan eqib o'tib, Chira nahiyasidagi tumanmo bo'stonliqni sug'urdi. Bugungi kunda odatdagi sug'urish manbasida ko'rinadigan bu o'stang oldingi asrning 60-yillarida Chira nahiyasidagi har millat ommasi bir niyatda ittifoqlashib, nachar sharoitga jang e'lon qilib, butun kuch bilan ishlab barliqqa keltirgan hayotlik umidi. Chira nahiyasi Mo'tadil Balbog' cho'ng quruqliq tipidagi qurg'oq rayoniga tava. Yillik ho'l yig'in miqdori aralla 35,5 mm, parlanish miqdori 2955 mm. Dehqonchilik ziroatlari butunlay daryo suvi va buloq suvida sug'uriladi. Tağdaki qarmız erib Yo'ronqash daryosiga qo'yildi. Manbasi Chira nahiyasida, biroq Chira nahiyasi buning bir tomchi suyidanmi foydalanolmaydi. Bizning daryolarimiz Qarliq tog'ning bu tarafidagi Pakar tog' balbig'ida 9 daryoning yillik eqin miqdori aralla 600 million kub metr. Chira yer shakli sababidan Xotan viloyatidagi suv eng qis nahiya bo'lib qolgan. Ozodlikning dastlabki mezgilida Chira nahiyasida birmi suv ombiri yo'q edi. Faqat bir necha kichik o'stanglar bor edi. Suv boyligidan foydalanish unumi nihoyat tuvan bo'lg'achqa, har qaysi yezlar 4 yilda bir qitim navbat bilan bug'doy teriydi. Omi bilan chorva bir ko'lning suyini ichatdi. Suv masalasini hal qilish eng muhim ish bo'lib qolgan edi. Bir yil Qurbayetda Nahiyalik partiya komitetining ayni vaqtdagi muavin shujisi Jujiga safarbarlik doklati berganda, "Yetda uyinglarda yegidek yaxshi narsanglar bormi?" deb so'raganda, ko'pchilik beshini chayqab yo'q deyishibdikan. Shuji Jujiga amisi yanla o'stan chapayli, suv bo'lsa har kunimiz yetdek o'tidi debdikan. 86,3 kilometr musofa bugungi kunda yuqori suratli tosh yo'l to'g'rida 50 minutlik musofa bo'lsa-mu, ammo moddiy ashyo kamchil, kishilar apkashda yuk to'shiydigan ashu yillarda darajadan tashqari qurilish hisoblanadi. Chira nahiyalik partiya komiteti suv qisliqini hal qilish uchun maxsus suvchilik kollektivi qurib, kuchni markazlashtirib o'stang chepishni qaror qildi. Lekin bu xabarni anglaganda ko'pincha kishi gumoniy pozitsiyada bo'ldi. Yiroqdagi suv ussizlikni qondirolmaydi. Nuriy daryosini chepishga 4-5 yil ketamdi yoki 9-10 yil ketamdi, buningga hech kim bir narsa deyolmaydi. Yer teriydigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Ko'pchilik qovul emgakchilarning hammasi suv ombiri yasashga ketsa, yerni kim teriydi? Biz tomoq yemaymizmi? Suv ombirini oshqo'rsoq yasaymizmi deyishibdikan. Bu gaplarning davlisi bor edi. Nahiyalik partiya komitetining ayni vaqtdagi shujisi Shu Chingchang, Nahiyalik partiya komitetining ayni vaqtdagi muavin shujisi Jujiguy qatorliq bir banzi kishi Nannivandan kelgan. Bu kishilarning Nannivanda o'z kuchiga tayinib ish ko'rib, jafoga chidab kurash qiladigan sharaflik an'anasi bor bo'lg'achqa, bu sharaflik tarix jangovar o'stan qurilishida nihoyat muhim rol o'ynagan. O'stang chepish uchun oldi bilan liniyani charlab tekshirish kerak. 1960-yili 2-oyda charlash o'lchash atratining birdan-bir texnika bo'lgan 23 yoshli Hoshim Roziddin 7 kishilik atratni boshlab cho'lga qarab yo'lga chiqdi. Ular birmi avtomatik uskuna, hech qanday foydalanish sonliq ma'lumoti yo'q ahvolda Nuriy daryosidagi kalkun iziga asosan tosh, yo'lg'un, qumush bilan o'stang liniyasiga belgi qo'ydi. 5 qitim o'lchagandan keyin oxirida qisqa, tuz ham oz qurilish qilinadigan o'stang liniyasini bekitdi. Metr bilan bir qadamdan o'lchapdi. Qarong'i tushib ketsa, shu yerda qo'nibdi. Kunduzi ishini tugatalmasa, kechda o't yiqib, davomli yiroqdan kalkun izini farqlantiribdi. Buningga asosan o'rinni, liniyani bekitibdi. Charlash o'lchash bilan bir vaqtda suvchilik kollektivi qurilib, Mehmet Qurban Tursun guruhi boshlig'i bo'ldi. 1960-yili 2-oyda suvchilik kollektivi eng ibtidoiy saymonlarni elib yo'lga chiqdi. Bu chiroqliqlarning taqdirini o'zgartirish uchun qilgan tunji hujumi edi. Bu ish bizning baxtimiz, keyingi avlodlarning kelgusi uchun qilindi. Garchi jafo tortgan bo'lsaqmi, keyingi avlodlarga foydasi bo'ldi. Avlodlarimiz hozirgi baxtli turmushdan bahramand bo'lyotdi.
Suvchilik kollektivi 4 kun japaga chidab ilgirlab Nuri yezisining Bulantay kentiga yetib bardi. Ko'pchilik cho'llik qaqasliqda gami ko'lab bili turib, bili tamoq yeb, bili amgak qildi. Jangivar O'ztangning Ko'ylon teg'i bag'ridagi yo'qliqdan barliq kelish musobaqasi boshlandi. Chira nahiyasining qurilish tarixidagi sharoiti eng japoliq, vaqti eng uzun, amgak kuchi eng ko'p sarf qilingan xalq turmushini suv orqali oziqlantirish qurilishining sahifasi ochildi. Xonandan 11 turkumda Şinjanğa yordamga kelgan davolash kollektivining ishga tushganiga 2 oydan oshdi. Ko'pchilik xizmatga tezlik kirishib, ko'plagan nuqtaliq bo'lim hamkorlashib, diagnoz qo'yib davolab, Şinjanğa davolash jihatda o'mak tashkillash shaklida yordam berib, har millat ommasining sog'lomlik mudofaa sifini mustahkamladi. Xonandan Şinjanğa yordamga kelgan davolash kollektivining 58 a'zosi yurak qon tomir kasalliklari, o'sma odatdagi tashqi kasalliklar, ishki ajratma kasalliklari qatorliq nuqtaliq bo'limlardan kelgan. Bu qo'shin Şinjanğa kelgandan keyin tezlikda xizmatga kirishdi. Yurak ishki kasalliklari bo'limining mutaxassisi doktorxonaga kelgan kunila operatsiyadan 8 ni qildi. Parvish mutaxassisi kelibla har qaysi bo'limlarga kirib tekshirib tadqiq qildi. Ko'plagan bo'lim kollektivi murakkab, davolash qiyin, ahvoli xatarlik, ig'ir kasallarga kollektiv diagnoz qo'ydi. 11-turkumda yordamga kelgan Mao doktorlar tezla xizmatga kirishib ketdi. Şinjanğa o'mak tashkillash shaklida yordam beramiz. Rayonlar hamkorligi mutaxassislarni turishga avatish, ko'plagan qutqizish davolash zanjiri shakllantirdi. Bu Xunan cho'ng orqa sepining astoydil o'rlashtirishi. Turpan shaharlik xalq doktorxonasi Turpandagi birdan-bir 3A darajalik doktorxona. Ilgari murakkab kasal giribdor bo'lganlar Urumchiga berib davolanatdi. Yaqinda Xunanlik Şinjanlik vrachlar birlikda 59 yoshlik O'g'ilxon Abdurahmonning qo'rsoq bo'shlig'i ayniki orqali jigarning bir qismini kesib elib etish operatsiyasini o'ngishli tamomladi. Yara ig'izi nayt kichik, hozir xeyli yaxshi asliga keldi. Xunandan kelgan mutaxassis bo'lg'achqa xotirjam bo'ldik. Kundalik diagnoz qo'yish davolashda Xunanlik Şinjanlik vrachlar kasallik tarixini doim birlikda muhokama qilib, amaliy mashg'ulotga yetakchilik qildi. Jigar qopli qurti kasali bu joyda ko'p ko'riladigan kasallik. Ilgari bu doktorxonaning tashqi kasalliklar operatsiyasida yara ig'izi cho'ng, asliga kelish vaqti uzun edi. Şinjanğa yordamga kelgan turkumlagan mutaxassislar mikro zaxma texnikasini elib kelib, mashg'ulot fikr yo'lini qo'lma-qo'l o'rgatdi. Hozir doktorxonaning mikro zaxma operatsiyasi nisbati 90% dan oshdi. Ustozlarning yetaklashi o'gitishi bilan hozir amalba mikro zaxma operatsiyasi qildigan bo'ldik. To'shik ichib operatsiya qilg'ili bo'lsa kasmaymiz. Bu texnikadagi ilgirlashlar emas, kasallarning og'riqini yengiltadigan ideya. 1998-yili Xunan Turpanga nishonliq yordam bergandan buyon Xunanlik 535 tibbiy xodim kuch ulab otash makoniga keldi. Şinjanğa yordam berish kollektivi qiyin, ig'ir kasallarni davolashda o'tkal hujum qilib, asos qatlamga tushib mulozimat qilib, o'zgacha kasbiy bilimlarni kuchaytirib, Turpanning butun rayon davolash kapalda to'g'rini izlashtirdi. Bu yil kirgandan buyon Jungo Şinjan erkin savdo sınaq rayoni, Qashqar bo'lak rayoni, uchuq o'zgacha kasb sistemasi barpo qilish, Yevropa, Osiyo universal ashyo obrat tuguni qurish qatorliqlarni cho'ridab 71 turda yangilik yaratib jalbkorligini sijili kuchaytdi. Qashqar bo'lak rayoni uchuq o'zgacha kasb sistemasi barpo qilishni cho'ridab, yez egilik qo'shimcha mahsulotlarni inchik pishiqlash, to'qimachilik, kiyim-kechak, elektronlik mahsulot qarashtirish qatorliq 6 cho'ng pishiqlash, yasash kasbi va xalqaro ashyo obrati, chegara alqan elektronlik savdo qatorliq 4 cho'ng zamonaviy mulozimatchilikni kuchab barpo qildi. Birinchi oydan 6-oygacha Qashqar bo'lak rayonida 725 korxona ko'payib, bo'ltirq shu mazgildagidan 6,9% eshib, korxona 6119 ga yetdi. Bu yerga makonlashgan Qashqar Shinrenshin to'qimachilik fan texnikasi cheklik shirkati yil beshida ishga kirishtirilib, Jiangsu, Guangdong qatorliq joylardan muqim zakaz oldi. Tasdiqlanma siyosat import-eksport e'tibori orqali paxta to'qimachilik kasbini qo'llaydi ekan, zo'r afzallikka ega ekan. Shunga bu yerga makonlashishni tanladik. Qashqar bo'lak rayoni tashqi savdoning mulozimat saviyasini o'stirish, tashqi savdo yangi kasb holati, yangi andisi yetishtirishni cho'rdab, bojdan xoli almashtirilgan mol savdosi bilan rayonda iskilotda saqlash birlashtirilgan yangi andisi barpo qilib, 0130 mol almashtirish savdosini nazorat qilib boshqarish usuliga tayinib, tashqi perovati qis davlatlarning molni universal bojdan xoli rayonning bojdan xoli iskilotiga kirgizib saqlab, ondan setishiga ruxsat qilib, yakka talonliq molni iskilotda saqlash obrat narxini 15% tak to'vallatdi. Ko'p korxonaning melni to'plab to'shish bilan ko'p iskilot birlashtirilgan chet elga chiqarish andisini barpo qilib, o'tir kichik mikro korxonalarning bir qitimda mol avatish miqdorini 1 kub metr azaytib, ashyo obrati tanarxini 31% to'vallatdi. Jungo Şinjan O'rta Osiyo yezikilik fan texnikasida yangilik yaratish ittifoqining 2026-yillik ilm almashtirish yig'ini bugun Ko'rilida o'tkazildi. Diqqat, yezikilikdagi oldin qatordagi texnik almashtirish muhokama yurgizishga markazlashtirilib, Jungoning O'rta Osiyo bilan yezikilikda cho'nqur hamkorlashib taraqqiy qilishiga fan texnikada yangilik yaratish quvvati qo'shildi.
Almashtirish yig'ini 3 kun davomlashadi. Yig'inda fan texnika orqali rayon yez egilikining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini o'rtaq ilgari surishga quvvat qo'shish bosh tema qilindi. Yig'inga qatnashganlar grimplazm boyligini qo'g'dash va yangi sort yetishtirish, kevat sortini bio usulda yetishtirish, aql yez egilik chabduqlarini tadqiq qilib yaratish, o'simlik yangi sortining bilimlik huquqini qo'g'dash qatorliq oshqushliq oldin qatardagi sohalarda asosiy maqsadni hambahrlashni cho'rdab, rayon yez egiliki taraqqiyotining texnikalik hal qilish loyihasi va hamkorlik yo'li ustida izlandi. Şinjanның kevaz teriqchiligi texnik taraqqiyoti nihoyat tezkan. Meningcha keyingi qadamda yeshil taraqqiyot yo'nalishiga qarab taraqqiy qildirsa bo'lg'idek. Yangi bir avlod texnika yangilash darajasini o'stirish natijasida Şinjanның kevaz sortining texmi afzalligiga ega bo'lganligiga ishonaman. Ochliq bexatarligi butun dunyo ko'ngil bo'layotgan masala. Ochliq ziroatlari hamkorligini birinchi o'ringa qo'yamiz. Paxta, meva ko'ktat, yez egilik mahsulotlarini pishiqlash qatorliq jihatlarda hamkorlikni kuchaytirishni orzu qilamiz. Almashtirish yig'inida Janubiy Şinjan rayon yez egilik fan texnikasida yangilik yaratish markazining Viviska yupqi echilib qurildi. Bu Şinjan yez egilik texnikasida yangilik yaratish sistemasining tarqoq nuqtadan supilishishga, sistemlashishga qarab tip o'zgartishni teziltayotganligining ifodasi. Texnik tadqiq qilib yaratish, natijalarini aylantirish, ulgu ko'rsatish, umumlashtirish, texnika mulozimati bir gavdalashgan fan texnikada yangilik yaratish universal vositasi barpo qilib, Oqsu, Qashqar, Xotan, Qizilsuv qatorliq joylarga ta'sir ko'rsatamiz. Kelgusida Shimoliy Şinjangdimi joylashtiramiz. Jungo qatnash qurilishi guruhi Yalqundaq avtomobil sinash cheklik şirkati Turpanning o'zgacha favqulodda qurg'oq issiq klimatiga tayinib, mamlakatimiz bo'yicha ko'lam jihatda oldingi qatorda turadigan universal qurg'oq issiq muhit tajriba bazasini qurib, mamlakat bo'yicha 80% dan ortiq avtomobilni yuqori temperaturada sinash vazifasini ustiga oldi. Korxona bu yil odamsiz ushqu qatorliq to'van bo'shliq ushqusini yuqori temperaturada tekshirish sinash kasbini yo'lga qo'yib, kasb doirasi va rayon olqigan turlarini ko'paytdi. Buning bilan boshqa aloqador belgilamaga uyg'unlikni boshqarish ehtiyoji mos qadamda oshdi. Bosh kadrlari tashabbuskorlik bilan oldiga berib, dal joyida yeteklab, korxonaning boshqa aloqador xavf-xatardan ogohlantirish doimlashgan mexanizmi o'rnatishiga yordam berdi. Boshqa aloqador xavf-xatarga hukm qilib bosh topshirish inovatini oshirish loyihasini maxsus tuzdik. Korxonani xavf-xatardan vaqtida ogohlantirib, chala mashg'ulot qilish sababidan bosh topshirish inovatini baholash darajasiga ta'sir etishdan saqlaymiz. Boshqa aloqador xavf-xatarni vaqtida tekshirib hal qilishimizga yordam berdi. Moliya boshqarish tizimini uzluksiz mukammallashtirishimizga, talon kesish, tamojniga ma'lum qilish, arxivga kirgizish butun jarayonini qiliblashtırishimizga turtki bo'ldi. Bosh tarmoqlari o'zgacha yuqori temperaturada sinash kasbidan boshqa diqqatni Turpanning yo'riqliq volt kasbidagi boshlamchi ulgu korxona va yeshil energiya ta'minotini kafolatlantirishdagi yadroliq asosiy kuch 90 nahiyasi Tianxi yo'riqliq energiyasi cheklik mas'uliyat shirkatiga markazlashtirib, korxonaning tijorat jarayonidagi bosh og'ritadigan nuqtasini tekshirib, mablag' obroti, bosh haq topshirishdagi qiyin to'siq nuqtalarini sistemalik ratlab, korxonani boshqa aloqador ishga tizginlash sistemasini barpo qilishga yetaklab, o'zini tekshirish, iqtisodiy taftish qilishni yo'lga qo'yib, butun zanjirlik moliya bosh tartibini qiliblashtırdi. 80 million yuandan ortiq to'g'irlab chiqarib etib qaytarilgan bajdan nafga erishdik. Boshqa turdagi baj e'tiborlarini qo'shganda 4 million 900 million yuan baj azaytildi va kechirim qilindi. Bu mablag'ni yurishlashgan texnika o'zgartirish va ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishga ishlatdik. Bu yazda Şinjangda uchrashayli temasidagi Dunyo vanxonlar o'rtaq ijod qilish tarqitish faoliyati 8-oyning 3-kunidan 9-kunigacha Aqsu viloyatida o'tkazildi. Germaniya, Fransiya, Angliya, Serbiya qatorliq 11 davlatdan kelgan chet ellik bloger va Markaziy radio televiziya bosh istansiyasining har xil tildagi riyosatchilari 3 yo'lga bo'linib, Aqsu viloyatining 7 nahiya, 2 shaharda cho'nqur ziyorat qilib, go'zal minutlarni xotirladi. Faoliyatda g'ayri-moddiy madaniyat mirosirini his qilish yorqin nuqtaga aylandi. Kucha shahri Kusan g'ayri-moddiy madaniyat mirosiri hunarxonasida blogerlar hunarni sinab yiqib, g'ayri-moddiy madaniyat mirosirining sehriy kuchini his qildi. Shayar nahiyasidagi Yanming pichoqchilik rayoni, Kucha Chongnan shaharchisida ko'pchilik shayar qalam turuchini yasash jarayonini ko'rib, non yiqishni sinab baqdi. Kusan teatrxonasida usulliq teatr ko'rdi hamda usul artistlarining yetakchiligida usul harakatlarini o'rgandi. Shayar nahiyasidagi Shayanzhou manzara rayonida ko'pchilik 1000 yillik to'g'raqlik bilan Zumratda ko'l suvi birlashib ketgan tabiat go'zalligidan mehrni uzalmay qoldi. Ular yana Shayar nahiyalik o'rmon o'tliqda o'tdan mudobilanish bo'yicha jiddiy ishlarga taqobil turish sho'ba atratiga berib, o'rmon muhofazachilariga agishib mengib charlash xizmatini egiladi. Bu nayt o'zgacha joy ekan. Qumliq bo'yida bo'lsa-mu, ammo yeshillikqa purkinibdi. Bu yerning ekologiyasini qo'g'dashda kishini hayron qoldirgudek natija qo'lga keltirilibdi. Blogerlar yana Kucha shahri Uchostang yezisining Yungku Tungshin kentidagi aql yeziliki o'simlik zavodi, Shayar Boshiran aql yezillik mashinasi shirkati, Onsu nahiyasi Jisu oila to'qilma buyumlari cheklik shirkatida zamonaviy yeziliki to'qimachilik kiyim-kechak kasbining taraqqiyot natijasini ekskursiya qildi. Aqsuning taraqqiyot hayoti kuchi blogerlarda cho'nqur ta'sir qoldirdi.
Nihoyat qaltiskan, har qaysi ishlab chiqarish sohasida avtomatik uskunalar ko'p, fan texnika salmoqi yuqori ekan. Bu qadimliq faoliyat menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bularni texnika ko'p kishiga hambaharlab ko'pchilikka tez taraqqiy qilayotgan Jungo Shinjongni tanishtiraman. Avtonom rayonlik 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik Millətlər Ənənəvi Tənərkət müsabiqəsinin sahil voleyboli və su uzuş müsabiqəsi 8-ci ayının 9-cu günü başlandı. Sahil voleyboli müsabiqəsi Kuytun şəhərdə 6 gün ötküzülüdü. Şinjanның hər qaysı joylardan kelgan 11 komanda 200 tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşdı. Musabiqa meydanının muhiti qum bək yaxşı ekan. Şinjanның hər qaysı joylaridan kelgan munavvar tənərkətçilər bilan musabiqalashish men uchun tepilg'usiz o'rganish fursati. Su uzuş müsabiqəsi Künes nahiyasida ötküzüldü. 11 komanda qatnaşdı. Mahirlar AB2 qrupiga bölündü. Su uzuş şəkli yakki turi, aralash uzuş və kuch ulab uzuş qatarlıq 52 kichik tur ta'sis qilinib, butun Şinjandagi yoshlar o'smirlarning su uzuş mashqi natijasi umumyuzlik sinaldi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.准东行，准能行。Hürmetlik televizor köyükçüler. Yaxşımısınlar? Bugün 8. ayının 10. günü Düşenbe. Dehqonlar kalendari boyunca 6. ayının 28. günü haberlerimizin görüşünlerini karşı alımız. Aldı bilen mühim məzmunlarını tanıştırımız. Başşuji Xi Jinping yangicha shahar yez munosabati o'rnatib, shahar yez yuғырым taraqqiyoti tuzilma mexanizmi va siyosat sistemasini barpo qilib, takomillashtirib, shahar yezlarning mos taraqqiyoti, yuғырым taraqqiyotini ilgari surish kerak deb ko'rsatdi. Joylar Başşuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab sharoitga qarab ish ko'rib, shahar yez omillarining qo'sh yo'nalishli yo'tkilishini rivojlantirib, shahar yez yuғырым taraqqiyotining yangi andizisini tez barpo qildi. 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışına tarışıb işğal şuruş namlıq yürüşdə xəbərdə bugün həm bəhra aqıl yasamıcılıq Xəbi ölkəsinin kəsblər topunun yeni hayati gücünü urğutuşığa güç qoşdu degan məzmununu göstərimiz. Janubning suyini shimolga boshlash sharqiy o'rta liniya birinchi qarorli qurilishida boshlangan su 90 milliard kub metrdan oshdi. Joylar tarmaqlar Aq Delfin namlıq tayfun bo'ronining ta'siriga faol taqobil turdi. Yaponiya ammasi Changchi, Dongjin qatorliq joylarda yig'ilish o'tkazib, Gaoshi Zhaomiao hokimiyatining armiyani kengaytirish asos qonunga tuzitish kirgizishga urinish qatorliq xatarli harakatlarga e'tiroz bildirdi. İsrailiya zonlisi Amerika qurgan tinchlik komiteti o'ttirib qo'ygan G'azza tinchlik planini rad qiladiganligini aytdi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz.